Zohir aka, bu yoqqa gap keldingizmi aka? Buxoro viloyati Romitan tumanidamiz. Bu Buxoro viloyati Romitan tumaniga o'rmon xo'jaligiga ishga kirganmisiz siz? Yo'q, bu sizlar ko'rib turgan o'rmon bozor emas. Bu yerda makka jo'xorimiz Green Life kompaniyasining 700 foizlik chem degan makka jo'xorisi ekilgan. Demak, biz Green Life kompaniyasining chem navini Buxoroga ekib, mana shunaqa issiq cho'l zonalarda ham mana shunaqa hosil olsak bo'ladi. Albatta. Bu yerga qilinayotgan ishlovlar qiyin emasmi? Bundan rasxoti baland emasmi aka? Yo'q, bu yerda qilinayotgan ishlovlar 500 kilodan dori solingan. Bir marta, ikki marta barkidan suspenziya qilgan odatiy holda suv qo'yilgan dala maydonga. An'anaviy sug'orishda mana Green Life kompaniyasining gektariga necha ming donadan ekdinglar? Bu yerda gektariga 90 ming 95 ming donadan buğda ekilgan. Bu Buxoro viloyatida urug'larni qayerdan topamiz, kimdan olamiz? Buxoro viloyatida Kolxoz bozorda Mirjalol degan bizning rasmiy hamkorimiz bor, dilerimiz bor. Shu bola orqali bu yerda urug'larimizni tarqatamiz. Lekin ko'rib mana hayron qoldik. Biz bunaqa makka jo'xorlarni faqat vodiyda ko'rib o'rganganmiz. Endi biz Andijon birinchi o'rinda deymiz, lekin rostdan ham Andijon birinchi o'rinda, lekin Buxoroda bunaqa hosil ko'rib haligi ko'zimiz o'rganmaganligi uchun hayron bo'ldik. Makka jo'xorining dumburlari, bo'ylari, poyalari hammasi yaxshi. Buni pastidagi barglarigacha ham qurib ketmaydi-da. Ishlovlarga to'g'ri bo'lgan agrotexnikalar to'g'ri qilingan. An'anaviy odatiy sug'orish. O'sha kultivasiya ishlovlar 90lik. Agar vodiyda qanday bo'lsa, mana Buxoroda ham xuddi vodiyda tajribasini bu yoqqa olib keldik. Vodiy tajribasi bu yerga kelgan. Lekin Buxorodagi narx-navoni vodiyga olib borsak yaxshi bo'lardi. Hozir gaplashsak, silslar 600 so'm ekan, bizda 300 so'm bo'lib ketdi hozir. Ko'rib juda ham ko'z quvnayapti. Mirjalolxon degan ukamiz bor. Shu bola orqali, bu bola bizning rasmiy hamkorimiz, Green Life kompaniyasining rasmiy hamkori. Shu bola orqali sotamiz bu yerda. Qimmat emasmi? O'rtacha. O'rtacha. Toshkent bilan bir xilmi? Toshkent bilan bir xil.